Demak, kompyuterda Telegram ochishda ikki xil usulni o'rgataman. Birinchisi Telegram ilovasi orqali Telegram ochish mumkin. Ikkinchisi Google brauzer orqali Telegram ochishimiz mumkin bo'ladi. Google brauzerga kiramiz. Bu yerda Telegram web deb yozib olamiz. Web W bilan yoziladi. Telegram web bosamiz. Mana bu yerda Telegram web ochiladi. Mana ko'rinib turibdi spiskada. Mana shu birinchisi chiqqani ustiga bosamiz. Xuddi telefonga ochilgan singari bu yerda shtrix kod so'raydi. Xohlasak shtrix kodni telefonimizni nastroykasiga kirib, qurilmalar bo'limidan skaner qilib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, nomer bo'limiga kirib, telefon nomerini terib olamiz. O'zimizni nomerimizni teramiz. Misol uchun, endi men taxminiy telefon nomer qo'yib qo'ydim. Xuddi shunday tartibda telefon raqam teramiz. Next tugmasini bosgan vaqtimizda SMS kod Telegram messenjerimizga borib tushadi. Shuni kiritganimizdan keyin Telegram ochiladi. Ikkinchi usuli Telegram ilovasini ochib, ya'ni ochgan vaqtimiz buni hamma ham ishlatishni biladi. Bunga ham skaner qilishimiz mumkin shtrixini yoki nomer kiritishimiz mumkin bo'ladi. Nomer kiritgan holatda olishimiz mumkin. Telegram messenjerni yuklash yo'li, misol uchun prilojeniyasini yuklash yo'li bu Microsoft Store bo'limidan agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, shu bo'limdan yoki bo'lmasam Google'dan, через Google orqali, mana Google'ni ochib, Telegram web emas, Telegramning o'zini qidiramiz. Telegram desktop degani bor, mana kompyuterlar uchun. Shuni ishga tushiramiz va mana Windows 64X uchun o'rnatish. Tugmani bitta bossak, kompyuterga yuklashni boshlaydi. Yuklaydi. Buni o'rnatish uchun shu faylni ichiga kirib olamiz. Mana xohlagan versiyasida tillarini tanlab olib, inglizcha versiyasi, russkiy versiyasi, istagan versiyani tanlab, ok tugmasini bossak, o'rnatishni so'raydi. Next, next, next. Install. O'rnatish. Menda borligini aytayapti, shart emas. O'rnatishim download deb qo'ysam ham bo'ladi. Kerak emas deb. Yangisini o'rnatib beradi shunda. Ashibga berdi, sababi Telegram mavjud menda, shart emas. X ni bosamiz. Xuddi shunday tartibda Telegram o'rnatib olasiz. Tushunarlimi? Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, rahmat.